akalar mak o'tirib olasizlar, opalar sizlar ham xullas oilaviy mana shu yangi yilda eshitdinglar, endi poliklinikalar bor, o'chirib kutib, tillab, kiyim yirtib, men o'chirdim qachon aka? Opa men endi keluvdim. Aka to'xtab oling degan narsa uyda o'tirib olib Demet platforma orqali, ya'ni programma bor, telefonga shunday olasizlarda Demet deb yozadigan bo'lsangiz, onlayn shuni o'chirib olsanglar bo'laveradi. O'chirtinglarda vaqti, soati, nechida, qayerda, qanaqa paytda, qaysi doktorga, O'zbekiston bo'ylab liboy poliklinikada shuni o'chirtinglarda olsanglar bo'laradi. Poliklinikaga shunday borasizlarda, bitta kamerasi bor. Kameraga bitta qaraydigan bo'lsanglar, sizlar o'chirtinglar shuni chiqarib beradi-da, xohlagan doktorlarga shuni kelib akalar deyorasizlar. Akalar xushxabar, o'zimiz Andijondagi travmatologiya shifoxonasi elektron tizim yo'lga qo'yilgan. Endi bemalol Demet platforma orqali, ya'ni programma orqali o'chirtinglarni olib kelasizlar. Agar o'chirib olishni bilmaydigan bo'lsangiz, o'zimiz poliklinikamizda Demetda shunday apparat qo'yilgan, o'chirtinglar olasizlarda, kirasizlar. Eng qizig'i men o'tib olay. Men sizdan oldin keluvdim-ku. Aka meni degan narsalar yo'q. O'chirtinglarni elektron olasizlarda, hamma o'zini o'chirti bilan kiradi. Endi akalar eng qizig'ini aytib, mana shu dahshat ekan, doktorning oldiga kirib ketyapsizlar. Doktor nima dori yozib beradi, qanaqa, nima bo'lyapti degan narsalar yo'q. Chunki unda ham Demetda shunday programmasi yuklatilgan. Kompyuter orqali sizlarga dorining nomlari, qanaqa paytda ichiladi, poni keladi, sizlar qo'llarga dorini yozib bo'lgandan keyin bemalol o'zingizlar o'qib, qanaqa doriligini bemalol bilib olsanglar bo'laveradi. Shundaylar kessayda yozib, ruchkada yozib, mononi oling, olib chiqib keta oling degan narsa yo'q. Shuni yozadi-da, borasizlar aptekachi poni chiqarib beradi, pastida necha mahal, qayerda, qanaqa paytda ichsanglar bo'ladi. Faqat Demet programmasini telefonlarga yuklab olinglar. Sog' bo'lasizlar.